FIFA Jahon chempionati posterini e'lon qilib, Ronaldusiz keyin olib tashlashga majbur bo'ldi. Qiziq vaziyat yuz berdi. FIFA ham hatto shu ikkita o'zi FIFA o'rtada turishi kerak. Tirikchiligida FIFA tirikchiligi, lekin FIFA o'zicha tomon belgilab olgandek bo'lib qolyapti-da. FIFA endi xato qilgan, chunki jamoa sardorlarni qo'yishgan sardordi u ham. Avvaldan konspirologik fikr mavjudki, go'yo FIFA haligi Messiga simpatiyasi ko'proq, Ronalduga kamroq, shuning uchun mayda-mayda o'sha to'g'rimi? epizodlar orqali buni bir qanaqadir ko'rsatib qo'yadi degan. O'sha payt Ronaldu armiyasi tomonidan tushgan heyt FIFAga o'sha oldingi konspirologik fikrlarni xuddiki bir tasdiqlash ma'nosida bitta odamni elementar xatosi butun FIFAni mavqeyiga ta'sir qilmasligi uchun ular o'chirishga majbur bo'ldi. Misol uchun Saudiyaga bormadi-yu Messi. Hamma kutdi hilolda, lekin kelmadi. Bu AQShda o'ynayotgan Messini diyoriga bordi. Prezidenti bilan ko'rishdi va uni go dedi. Shunaqa ma'noda yozishdi. Ronaldo doimo qilib yurgan ishini qildi. Rostdan. Ya'ni Messini quvlab yuribdi. Va jahon chempionati ham Messi o'ynayotgan joyda bo'ladi-da. Misol uchun Messi o'tgan gal jahon chempionati qayerda bo'ldi? Qatarda bo'ldi. Qatarning rahbarlari PSJni bog'ladi. Bitta o'sha payt PSG vakili edi-da. Ya'ni Messi konspirologiya emas, umuman o'zi jahon chempionatini o'tkazuvchilar bilan birgalar. Ronaldo uni go'yoki ta'qib qilayotganda boryapti. Shu payt Qatar bilan juda yaqin munosabatlar.